Tushda tarvuz ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushda tarvuz ko'rish kasallik yoki kasallangan kishidir. Tarvuzga yetish esa kutilmagan g'amga yo'liqishdir. Kim qo'lini osmonga cho'zsa, so'ng tarvuz yesa, mulk izlaydi va unga erishadi. Hindistonning yashil tarvuzi insonlar ko'zida ishonchsiz bo'lgan og'ir ruhiyatli kishidir. An-Nobulsi aytadi, u tashvishli, kasal va ko'p qamaluvchi odamdir. Kimga g'am tashvish yetsa, oqibati noma'lum kishidir. Kim tarvuz yesa, ozodlikka chiqadi. Tarvuz sotuvchini tushda ko'rish kasalmand kishiga va shifobaxsh dorilari bor badavlat kishiga dalolat qiladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.